Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugungi videorolikimizda bilasizlar, hozir ayni paytda Moskvadaman. Tez kunlarda xudo xolasa Tojikistonga qarab yo'l olamiz. Bilasizlar, bu yerga aynan reklama uchun kelganmiz. Shuning uchun reklama bermoqchi bo'lsangizlar, endi bir maxsus bir video qilib o'tayin dedim-da. Chunki ba'zi birlar lichkaga chiqqanda biz sizning nomeringizni qarab topdik deydi. Shu profilga o'tib ko'rishdi, ba'zi birlar bilmaydimi? Shuning uchun reklamalarni yozib qo'ydim. Nafaqat bu yerda Tojikistonda bo'lsa, rasm video qilib berasangizlar, biz sizlardan shu reklamalaringizni shu ijtimoiy tarmoqqa chiqarib berishga harakat qilamiz. Endi doim reklama kanalimiz ko'p video qo'yamiz. Lekin bitta narsa ham bilishimiz kerakki, hozir mana shu reklama, mana shu odamlarning ishini, biznesini oldinga olib ketish uchun ham juda katta foyda beradi-da. Chunki inson biznes boshlagandan keyin unga klientni mana shu ijtimoiy tarmoq juda yaxshi yordam beradi. Ko'plarga mana shu reklamalarimizdan davol bo'lgan insonlar ishini oldinga olib ketishga xili turtki bo'ladi. Shuning uchun sizlar reklama bermoqchi bo'lsangizlar, mana shu bizning kanalimiz TikTok var, YouTube var, Instagram var. Shularga qo'limizdan kelgancha biz sizlarning xizmatlaringizni eman. Shu sizlarda ba'zi birlar ko'chada ko'rib qolib, endi uzr mavzudan sal uzoqlashib ketamiz. Ko'rib qolamiz, Evkajan gapi harakat qil, videolarni chiqarib bor, faqat ma'nili video chiqarib narsalarga shu narsani tilab qolamiz. Chunki bloger biz sizlardan orqalangizda boshqa algoritmga ko'rsatib, mana shular bizlarga chiqqan bloger deb faxrlanib yuraylik deydi. Shu narsani istab xudo xolasa ijod qilib baraqa insonmiz. Ijodda kamroq qilyapmiz, ko'proq reklama bo'lyapti-yu. Har reklama ham kimgadir foyda bo'ladi. Axir kimdir shuni chizidan foydalanadi, shu chiz sotadigan inson esa ishi oldinga ketadi. Shuning uchun malol kelmaydi, ayniqsa biz obunachilarga deb o'ylayman. Chunki bu narsaga sizlarda ancha ko'nikma hosil bo'lgan. Hay, padishkalarimizdan doim xursandmiz, gapni ko'p cho'zmaymiz. Niyatimiz shulardiki, bir reklama shu to'g'risida alohida bir video chiqarayin dedim. Reklama qilmoqchi bo'lgan insonlar buni bemalol murojaat qilib qolasizlar. Sizlarga qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Gap ko'chsin, gapirib ketaman-u. Xudo xolasa unday videolar chiqib qoladi, vaqtlaringiz ko'p bo'lmaydi.